Assalamu alaikum aziz qarindoshlar. Anglayotganinglar Zo'rdin Sabirning Archa yapriqi nomli povestlar to'plamining davomi. Asar kuni. Biroq Turdixonning azoblari uzoqqa bormadi. Kadir ayol ketishi bilanla xuddi yaproq ustidagi tunji qiro kun nurini ko'rish bilanla yo'qolganiga o'xshash, Turdixonning xapilig'imi Quboqning birla illiq kulkisini ko'rib yo'qolgan bo'ldi. Ha, nemishqa amsi o ayolga shunchalar talmursiz? Mas bo'lib qaptiman kalva, dedi Quboq ayolini tinchlantirish uchun gap yasab. Sen mas bo'lib baqmagandikin bilmaysan. Odam mas bo'lib qolsa tili bilan ko'ziga ega bo'la olmaydi. Bildingmi masxush? Shunga masning tili bilan ko'zidan xafa bo'lmaslik kerak. Turdixonning ko'ngli emin topdi. U endi Xudoyimdan Quboqqa insof tilab, hech so'ri bilmasmi namoz o'qib, duo qiladigan bo'lib oldi. Xudoyim, ilohim, deydi u titrab turgan alqonlarni yoshdan yo'llashgan yuziga yiqib. Quboqqa haroq ishkuzmagin, ishkuzsangmi mas qilmagin. Quboqmi endi qo'yibitman deb vaysmaydigan bo'lib qoldi. Turdixon barliq mehr muhabbati bilan xuddi kala mozini yaxshi ko'rgandek, mikyan chujisini asirgandek qizg'inish bilan erini asirdi. Erining birdamlik xo'shligi uchun har qanday ishni qildi. Hatta eri uchun muhurga o'rashni o'rgandi. Eri kelgicha bir taxsiga tamaki o'rab qo'ydigan, har kuni eri uchun bir piyola xam qaymoq, 2 tal tuxum tayyorlab qo'ydigan bo'ldi. Mushundaq tirishchanlik bilan erida muhabbat paydo qilib, muhabbat lazzati bilan baxtli kun o'tkazish uchun o'zida ishonch paydo qilmoqchi edi. Lekin Quboq uyda kam bo'ladi. Turdixon lampani cho'kirib qo'yib, yerim kechigacha pusurlab uxlamaydi. Tiriq qilgan ovoz anglansa, ishga yuguraydi. Lekin Quboq emas bo'lib chiqadi. U kangda engini alqonlarga qo'yib xiyol suradi. Heliq chiroyli ayol qurbonning ko'nglini elib olganmidi? Nimancha hekimning uyiga qatiraydigan bo'lib oldi. Duyjang deb xushomadini qilamdigandi. Kunduzda etizda ishlab, kechasi Duyjangning temini soqqini nimasi? Mas bo'lib olib yana heliq xotinga hijib qaramdigandi. Xudoyim bola bergan bo'lsa, uydan chiqmay balsiga qarar edi. Xudoyim, hech narsadan etmagan Xudoyim, bir bola yuz ko'rsam. Tegi yo'q xiyollar ko'langidak uningga agishib yurgan kundashlik o'rtayotgan ichko'yga birdammo aram bermaydi. U nimala ish qilsa, uning qo'li ishqa, ko'ngli g'izoga tortmaydi. Yig'lug'isi hatto azobdan qutulish uchun o'lib olg'isi keladi. Shundaq qilib tong oldida uxlab qoladi. Bir kamda uyg'onsa, Quboq ishkirki uyda xo'rak tortib uxlayotgan bo'ladi. Uning kunlari shundaq o'tadi. Bu kunlarda Quboqning dardi Turdixonninkidan qilishmaydi. Hekim Duyjang bo'lgandan keyin Quboqni texmi bo'saq qildigan bo'lib oldi. Hekim oshkorla. Tudakni hayda, yundusini it, tutunni bulut ko'rmaydigan qanjuqqa ichi ag'irtib nima qilading? Deydi. Quboqning Turdixonga ichi og'riydi. Ayolining ko'z yoshi, yelinishlari uning yestashlığını qo'zg'agan. Quboq kamsitish bilan yelinish orlig'ida azoblanmoqda edi. Quboq uni odamlar to'plashgan yerda mazoq qiladi. Duyjanglig'iga ishinib tillaydi. Pas ko'radi. Quboq uningga yaxshi ko'rinish uchun kechalari uxlamay temini so'qatdi, leyni itadi. Yangi selinayotgan uyning hamma eg'ir-yenik ishlarini qiladi. Lekin hekim uningga qanoat qilmaydi. Uning Quboqdan bankadagi puli, uydagi kiyim-kechigi, qotindagi qo'y kalisi, to'qi tuman, meva-cheva qatorliqlarni texmi ko'p olg'isi keladi. Quboq hozir burunqidek mard emas. Sababi Turdixon Quboq qo'ylisidagi har bir giyoning ustida tik turadi. Shuning uchun hekim Quboqni ko'pchilikning oldida kamsitadi. "Hadislar akan qarg'ay deb maydonga ursan", deydi u Quboqni noqib qo'yib. "Naring qarg'ay, voy paxshak. Sen kashkirgicha irg'isimi, meva tugul, bir tal serix yo'pirmoqmi tushmaydigan dar. Çoxçuyup turgan qaqşal daraq. Bo'lmasa o'ylanginingga shuncha yil bo'ldi. Erkak ujmida ko'klaysan, mevang yo'q.
Xotuning chashqan bolasidek bo'lsinmi, nima? Xotun tug'mas tamsina? Hey, sen bilemsen. Menmi? Burunqi erdan bir qiz tuqqan xotun u. Hey, bilimsiz siliqim. Bu gaplar Qubaqning jon-jindan o'tib ketadi. Hekimga agishib qaqaqlab kulguchilarning ovozi tuyuqsiz chiqqan guldirmomidek anglatdi. Masxara bilan qarashlari nashtardek sanjilatdi, to'qmoqdek tegatdi. Lekin kichigidan tartibla boshqalarning haqorat, kamsitishlarini ichiga yutib, birmi kishiga yenib ko'rmagan, xo'rliq ko'ngan muloyim dehqon mazoqlar oldida shalong, seriq tishlarini ko'rsatib, ejib qo'yish, g'olini qo'rib, gajgisini silash, yerga qarab jim turilish bilan cheklanadi. Lekin u uyga kelgandan keyin butun alamini Turdixondan oladi. Bo'zakningmi bo'zgi bor edi. U endi odam urushni o'rganib olgan. Aylining oldiga kelib, "Sen tug'masmi, menmi?" deb so'raydi. "Men tug'masman, illa billah, oldingi erdan bolasi bo'lgan degan yolg'on." "Yolg'on? Voy anangni." Qubaq uni uratdi, tepatdi. Turdixon yig'lamay, qaqshimay, dardini ichiga yutib, Qubaqning oyoqlariga chirmishib yalvuratdi. Tunugundan boshlab butun mahallada Hekim Duyjang asarga chaqirg'idak degan gap tarqalib yurdi. Duyjangning xushamatiga ko'ngan ayollar tavoq rastlashdi. Erlar muhim ishlar bo'lsa-mu to'xtatib, asarga qatnashmoqchi bo'ldi. Bu yurtning odati shundoq. Bir kishi yangi joy solsa, tam so'qilib, kesaklari tayyorlangandan keyin butun mahalla xalqi bir kun o'mlishib yordam qilib, uyning yog'och chansini chiqarib, yepib to'plab, hatto suvab qo'ldan chiqarib bo'ladi. U kuni ayollar joy solg'uchining uyiga tavoq olib keladi. Butun mahalla u joyga yig'ilib ko'ngil etishidi. Mana buni yerlik tilda asar deb atishidi. İş başlanğan kuni bütün mahalla ayollari tavoq olib keldi va bütün mahalla ishladi. Hekimning beg'ida to'y bo'lgandek o'yin kulka, naqsh usul qaynab ketdi. Mahallaning hayyorlari o'z navbatida Qubaqnimi usulga tutdi. Usulchi Qubaqning oldida tizilinib o'ltirib, bir qo'lini gajgisiga qo'yib, bir qo'li bilan tizg'i shapaloqlab beqishgan bo'lib turib oldi. Ömrüde qo'lini ko'tirib baxmagan Qubaq qechishga tayyorlandi. Shu chaqda Hekim uning malxini elib cho'rvatdi. Uning yog'limi qapaqdek paqiraq beshini ko'rib, er ayol hammaylan qiqas cho'qan ko'tirib kulishdi. Bu ish Qubaqqa har keldi. U malxiga engishivdi, biri kaynidan ishtirvatdi. U do'ng'ildab berib Hekimning ayolining yenida turgan mehmon ayolning quchug'iga dumli yiqildi. Ko'pchilik teximi qattiq kuldi. "Pah, tapqan adamını qara, taza chiraylig'ini ha. Yaraysan tazchaq, qopmay yetib ol. Beshingni mangziga takkizib qo'y." Qiqas cho'qan ichida tamtirab qolgan Qubaqni mehmon ayol siliq yo'lab malxini kiygizib qo'ydi. Bu ayolni Turdixon tanidi. Qaysi kuni uyda qo'ngan ayol shu edi. Hekim ko'pchilikka vaqirdi. "Xaloyiq, anglamadim demanglar. Mavu mehmon ayol bizning Qubaq bilan beqishib o'ynayman deydi. Ishtiringlar, Qubaqni qo'yib etmanglar. Qutugulni chiqiringlar. Voy xotinlar." Turdixonchu, u bichora nalarda yuriydigandi? Turdek sarang cho'nakligida, dedi Hekim baqirib. "Qaranglar, bizning Qubaqmi chiroyli bo'lg'ashqa o'ziga qutugulni jip qilib tanlabdi. Ha 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 ha." Qutugul ismli yaqi yurtdan kelgan cho'kan qizirib tatirib o'zini chetga oldi. Qubaq bo'lsa nima qilarini bilmay, birda qo'llarini qo'rib, birda qilin qalpiklarini mitildatib, birda hijiyib, birda o'ngib tatirib o'tirdi turadi. Ko'pchilik kulishadi, qiqas cho'qan silishadi. Birdilla ushshaq bolalarning orasida bir ayolning ho'kirab yig'ilgan ovozi anglandi. Bolalar qiqas cho'qan bilan uning yig'isini ko'mvatdi. Yig'ilgan ayol bog'dan chiqib, uy tarafga qarab yugurdi. "Turdixon!" Ko'pchilikni yerib chiqqan Qubaq uning kaynidan yugurdi. "Ko'chib ketayli!" dedi Turdixon o'ylisiga kirgandan keyin Qubaqqa mahkam eslib. "Tug'sang bo'lmamdi!" dedi Qubaq alam bilan uni o'zidan neri ishtirib. "Hekim meni mushunda qilib yurib seni qo'yg'izib etmoqchi. Meni qo'yib etmang, bola beqib olayli.
Men uningdek chiroyli emas. Meni sat deb qo'yib o'tamsiz? Tug'midi deb qo'yib o'tamsiz? Xalqlar meni bola topolmaydigan o'lik davasa. Qo'yib etmang, Daxonga o'qiting. Turduxon öpkisini basalmay yig'ladi. Qubaqqa eslay desa ittirib o'tidi deb o'ylastiki, qeri so'gatga yuzini yiqib, ichqarni bo'shig'icha un silib yig'ildi. Boshqalarni kuldirgan asar muni bozaklarga ko'ngil og'irg'i tepib berdi. Seyg'izxon tala mushugi uy mushugini qo'g'labdi. Xalq maqolasi. Turduxon haqoratga chidamay Daduyga hekimning ustidan arz qildi. Meni qo'yg'izib o'tib, tuqqunini bermoqchi, dedi u Daduy katibiga yig'lab. Qutugulni haydab o'tinglar. U Seyg'izxon bizning uyni agib sharaqlayotdi. Lekin katib uningga bergan va'dasini Turduxonning arzini unutib qoldi. Seyg'izxonni boshlab bir kuni hekim Qubaqning qo'ylisiga kirib keldi-da, uyni Qutugulga ko'rsatib, "Tuzashtiring, uy siyoqiga keltiring. Öz uyingizdek boshquring", dedi va Turduxonga qarab. "Hey Tudak, g'iding piding desang qo'yg'izib o'taman. Qutugulning diginni qil, bo'lmasa tanaving yeb", dedi. Qutugul hijaydi. Turduxon shumshaydi, titradi. Qibladan turilib chiqqan qora tuman bo'ron bo'lib yetib keldi. Qubaqning payli buzildi. U har kuni Turduxonga "Xeytingni al, bo'lmasa o'lasan", deydigan bo'lib oldi. Heliqi oqshimi Kadir deb qo'nib ketgan ayol rostla har kuni degidek keladigan bo'lib oldi. U uyni boshqadan tuzashtirdi, laychilik qildi, ahlidi, yotgan ko'rpalarni so'kib qaytadan tikdi. Qubaqning hatto Turduxonning kiyimlarini yudi, dazmol soldi. Turduxon endi o'z uyiga ayminib kirolmaydigan bo'lib qoldi. Öz uyda Turduxonga suv chechib, ho'yillarni supurish, o'choqqa o't qalash, kir yusi yundi to'kish, tezak chaplash, kukum yeyishdan boshqa ish qolmadi. U atidan kechgacha etizda ishlaydi. Odamlarga aralashmaydi. Kechda Qutugulning o'xshitib etgan tamog'ini xuddi zahar yegandek azob bilan yeydi. Kechda Qutugul hekimning uyiga ketgandan keyin Kangda yenicha yetib olib, tegi yo'q xiyollar dengiziga g'arq bo'ladi. U nurg'un o'ylaydi, lekin hech xiyolning oxirgi bo'lmaydi. Uning fikri chechilgan, o'zicha so'zlaydigan, yolg'iz yerda yig'laydigan bo'lib qoldi. Seyg'izxon bu uyga bir shumliqdan xabar elib kelgan o'xshaydi. U kelgandan berilar Turduxonning badani kuyishmoqda. U endi etizg'i mangdim deb boshqa yoqlarga ketadigan, ba'zida tuproq beshiga berib, heliqi o'lgan bolasining beshida soatlab o'tiradigan bo'lib oldi. Bir kuni tushligi zaratqalikda uni valim ko'rib qoldi. U g'ujmak burtini yimirib tishildi-da ochiq bilan. "Heliqi satangni nimishqa tayoq bilan urib chiqarmaysan?" dedi. "Qurvon uningga bulishvasa, sarang tas", dedi valim g'azab bilan. "Hekim texi ko'pchilikka oshkorla, ashu singlimni Qubaq chatiman deb yurgidek. Kim bilsin, u oti boshqa, ona boshqa singlisimi texi? Qonamdi?" "Yo'q, kechdi ketdi. Nima qildi uyingda?" "Hekimning xotini yiginiga chidamagan o'xshaydi. Qo'saq baqidi shu. Hukumatga aytayli", dedi Turduxon o'ltirishgan ko'zlarini pildirildi. "Hukumat bo'lgandikin, qani u hukumat?" dedi valim qo'llarini shiltib. "Hukumat bor bo'lgan bo'lsa, hekimni bizning beshimizga chiqarib qo'yatdimi?" U shundaq dedi-da, hurpiyib turgan g'ujmak qoshlari ostidan bo'rtib chiqqan ko'zlarini Turduxonga olaydi va qo'lini havoda qilishdek bir silkidi-da, etiz tarafga ketdi. Oradan bir necha kun o'tgandan keyin bir tushligi valim Qubaqning g'o'ylisiga kirdi. G'o'ylidagi o'choqning oldida lag'man etib-atgan Qutugul valimni ko'rib, o'diqib o'rnidan turdi. "Kelsizlar", dedi u uzun sochlarini keyniga tarab. "Singlim, siz bu uyga kimni pana tortib kirib chiqib yurasiz?" deb so'radi valim Qutugulga tikilib. "Bizning buni bilgimiz kelyotdi. Hekim akam,
Hekim duyacağım, dedi Kutigül hudukup, tatırıp ve tırnağını tatıldı. Hekim duyacağım, ne mi dedi? Kubakka Turduxanны qo'yg'izib o'tib, sizni elib beraman dedim o yoki? Undaqku demidi, dedi ayol duduqlab. Hekim duyacağım, anamning shiram tuqqan ekan. Men erdan ayrilib ketib, egi chaqsiz qolgandan keyin ko'chirib olib kelib oldi. Qubaq akam og'ayniskan, endi shu ish pishig'i qarshi bering degashga. Dedi valim ayolning bichara qiyofatiga sinchilab qarab chiqqandan keyin ich og'irdi. Undaq bo'lsa kun eling, mushu yerlik bo'lib ketarsiz balki. Bildim. Sizni o'z uyiga patur olmagan gap. Lekin munu bicharalarning uyi buzilib yurmisin. Turduxan masxush bo'lsimi, eriga ko'ngli bor. Men aqlliq, men chiroyliq, men o'ngluq deb bo'zakni chaylashga bo'lmaydi. Xayr, boshqa gapim yo'q. Bulungan gap mushu. Lekin hekim valimning bu ishini o'z yo'lida tushunmadi. U Qubaqni kushkirtib. Ahmaq, valim bekorga kiramdi. Mushu Turduxan hol aytgan gap. Endi u butun mahallaga Qubaq Kutigül bilan deb ustingdan gap cho'chak tarqitdi. Tarqasi mayli, dedi Qubaq o'ylanib turib. Men Kutigülga yomonlik qilmadim. Uni qodir dedim, yolg'onchi. Nima? Özəngni nəgə qaçırsan? Heliq ketisi. Qubaq qo'lini qo'rib hijaydi. Mas bo'lib qapti men. Kim buni mening yenimga yotqizib qo'ydi? Birsi so'raganda qildi-ku. Maschilik degan shu. Uningga chiqilgansan, u menga arz qildi peqish. Hekim uningga chaqchaq bilan emas, buyruq ahangda shundaq dedi. Endi Turduxanni qo'yvat, bo'lmasa ish yo'g'naydi. Men seni tuqqunimga chiqildi deb o'ylamagan. Endi uni olasan. Qani olmay baqa? Kutigülni? Qubaqning ko'zlari o'ynab ketdi. Kutigülning atirib purab turadigan badani, chiroyliq husni, yiqimliq kulkisi, Qurbonboy deyishlari yodiga kelib, uning badanida go'zal ayolga intilish tuyg'usi o't bo'lib yenishga boshladi. Hekim uni darhol sezdi. Kutigülni alsang, taz beshingda gul ungan bo'ladi peqish. Dunyoning rayti nimada? Yaxshi tamoq, issiq uy, obdan kiyim, ko'ngillik o'yin, go'zal ayol. Hey taz, yuvashliqningmi cheki bor, puldisi bor, bilaman. Turduxan piqsiqsini boy qilibdi. Malvaran, uy jabduq degining turibdi. Bankida 3000 koy puling bor. Qubaq xo'shal bo'lib seriq shalang tishliq yo'g'on og'zini yumalmay qoldi. U qo'lini qo'rib turib, "Tex sanduqda 10 kiyimlik esilroq qo'l soati." dedi hekim qiziqib. Xuddi Qubaqning boylig'ini hozirla yutib oldigandek och ko'zlik bilan. Pul degan nima, bilamsan? Pul degan chiroy, aql, mansab, mijoz xuluq. Pul degan insonda bo'ladigan eng go'zal narsalarning hammasi. Turduxan sana shuning uchun yepishgan. Hozir Kutigülmi shuning uchun sana oshiq. Oshiq? Yolg'onchi, dedi Qubaq ishonmay. Sen kalva taz ayollarning ko'nglini bilamsan. Shuncha agib yursa, qiyo ko'zingni salmabsan. Beshingga baxt qush qo'nsa, qo'y deb höpöp qo'nsa, yeydigan taz dasan. Ha. Әтісі әттігәлікі Qubaq Turduxanni etizg'i elib chiqib ketdi. İkisi birden qo'noq chapdi da Qubaq Turduxanga qarab. "Voy ras, Duyjan kelgin deganti-ku. Sen ishlab turg'in, men hozirlik kelaman", dedi. Turduxan Qubaqqa ishondi. U kulib turib, "Siz kelgicha mushu solni oxiriga yetkazayman", dedi. Qubaq velosiped bilan uyga keldi. Uning hovlisida degandek Kutigül o'sma quyayotgan ekan. Qubaq uyni ochdi. Kutigül uyga kirdi va Qubaqqa surkaldi. Qubaqning qo'pol put-qo'li baskakdek titirdi. Qilin qalpiklari hozirla saqib tushib ketadigandek kuyishib, og'zi gapga kelmadi. Uning holini bayqagan ayol yumshoq qo'llari bilan Qubaqning qo'lini tutdi. Qubaqning badaniga o't ketgandek bo'ldi. U Kutigülni bag'riga bosdi. "Turduxanni qo'yib o'tishga va'da bering", dedi Kutigül erkilab. "Bugunla xetini berman, 3 taloq qilaman",
dedi Qubaq ayalını quchoqlab turib. Yaraysan, Paqshak. Qubaq cho'chib derazaga qaradi. İnchiki burutlarını paqirtib, xuma ko'zlarini o'ynatib, hekim qarab turadi. Ko'ngil. Ko'ngilning kayniga kirmang, ko'ngil har joyga boshlaydi. Xalq maqolasi. Shundan keyin Qubaqning Turdixonni ko'raga ko'zi qolmadi. Dunyoda eng yerginishlik, eng sat odam mushu Turdixon bo'lib qoldi. Buningdan bir necha yil burun hayotidagi eng oliy lazzati tuyulgan munu ayolini bir kundala yerginishlik narsaga aylantirib etgan qandoq kuch u? Qubaq shu ketsila ashu g'oyib kuchning qudrat qo'lg'i bilan g'aljirlashdi. Turdixonning o'rin ko'pisini ikkisi birga yotadigan maylashgan ikki yostiq guli o'shgan tekiri bilanla barang ostiga achqib tashladi. Kiyim kechigini kallak qilib peqirtib atdi. Hatta Turdixon ximir yo'g'irdigan tangna tamoq yeydigan qoch-quchilarni chaqdi. O'ltirib etman. O'lamsan, xitingni olamsan. O'laman, dedi Turdixon uning oyoqlariga chirmishib. Mana amsa. Qubaq uni tapdi, dassidi. Tayoq chidimigan Turdixon oxiri. Alay, xitimni alay, deb nola qildi. Nasihat, salasulu, popozilarmı kar qilmadi. Aradan 2 kun o'tgandan keyin hekim Düyjanning ruxsati bilan ularga ajr shihati kesib berildi. Turdixon o'ziga tekkan uy jabduq, kiyim kechak, 2 qo'y, un va oz to'la naq pulni elib bir maxsus harvi bilan shaharga uzdildi. To'ydan keyin Qubaqning hayoti boshqacha tus oldi. Kiyimlari pokiz, qo'l bo'yinlari xili suzilgan, gaplari xili siliq sipoyi bo'lib qolgan. Biroq uyda qildigan ish burunqidan ko'paydi. U kelibla kiyim yo'tkaydi, put qo'lini, bo'yinlarini atir sopun bilan yuvatdi. Ondan keyin ehtiyot bilan jo'zg'i chiqib, qutugul ugatgan bo'yicha yukinib o'ltiradi va oldiga kelgan lazzatlik tamoqni burunqidek shalab-shulub qilmasdan asta va oz-ozdan yeydi. Tamoqdan keyin kangda ig'nab yetishga ruxsat qilinmaydi. Chunki u daslardagi yundilarni, dövlangan axlat kullarni belgilangan joyga apirib to'kishi, ondan keyin tungni suv bilan to'ldirishi, kali saqqicha mozay tutib berishi, o'choqqa o'tin tayyorlashi, yerim kechigacha ko'ktat oqlashi, cho'ngroq kiyim kir qatlarni mujib siqishi lozim. Ish ko'p, talab qattiq bo'lsa-mu, u har olmaydi. Biroq har kuni yotqanға kirishdan burun bo'yin va put qo'llarini so'pullab yuyishi, har haftada ish kiyim yotgash, texi tamoqni oz-ozdan yeyishi, shalab-shulub qilmaslik, putlarni pukib ixcham o'ldirish, ish qilib qanday qilsimi bo'laveradigan ushshaq-tushshaq ishlar ustida ayolidan nasihat anglash, ayolining deganini qilmay qo'ysa, ayoli uni satlash, silkish, tillash, hatta nuqishlab qo'yishlar uning uchun bir cho'ng avarchilik va ortiq yuk bo'lib tuyulishga boshladi. Ayol uningga xuddi serikchi maymunga harakat o'rgatgandek turmushdagi ushshaq-tushshaq ishlarni birma-bir, ba'zida yumshoq, ba'zida qattiq yo'llar bilan o'rgatdi. Lekin nimali bo'lmasin, Qubaq ayolidan rozi edi. O'zini baxtli va talaylik hisoblaydi. Hekimning bu yaxshiligini o'lsammi unutmayman, deydi u. Qutugulning nozik barmoqlarini o'ynab turib. Uni kunda mehmon qilsammi, haq tugumaydi. Ish kuchlari bo'lsa, qar kuchingizni aymang. Pat-pat berib, nima ishlaringiz bor? Sen bo'lsang Düyjan, yetisholmay qolsan, hayt deb qo'y deb oz yumshoqlik qiling, deydi Qutugul. Qubaqning bir kun anglagan ahanati Qutugulning bir erkalab qo'yishi yoki surkulib qo'yishi bilan tugaydi. Ba'zida Qubaq mushu go'zal mening ayolimmi deyishga ishonmaymi qoladi. Undaq chaqlarda u o'zini yot odam oldida heqqan boladek yo'chun va yasalma tutadi. Mana shundaq vaqtlarda Qutugul sezgurlik bilan uningga buyurtma buyurdi.
Bugun akşam mehmon chaqiraman. Rast, sizga deyishni unutib qaptiman. Kimlar demsiz a? Hekim akam Erxutun, Yaqub Erxutun, Baqi. Qubaq nimami deyalsin? Qutugulning ugatkuni bo'yicha mehmonlarning oldiga berib, ularni uyga taklif qiladi. Aldirtatdi. Uyga kelib qo'y suyatdi, magazindan tatliq turum olib keladi, sabzi qiratdi, say axlaydi. Mehmonlar kelib bo'lguncha u tipirlab ishlaydi. Ko'nglida ba'zida xafa bo'ladi. Ketgan pul, bo'layotgan chiqimga chidamaydi. Ba'zida Qutugul uning jon ko'ydirib qilayotgan ishidan qusur tepib, qattiq qayg'anda hammadan voz kechadi. Shundaq chaqlarda muloyim, mehribon Turduxon yodiga kelatdi-da, yuragining bir yeri pishqib qoladi. Lekin sezgur Qutugul Qubaqning uzoq mayuslanishiga yo'l qo'ymaydi. Xoli joyga tortib, o'ynaqlab turib, "Og'zingizni iching", deydi. Qubaq og'zini yo'g'on ochadi. Qutugul uning og'ziga bir tal kampit yoki qand silib qo'yadi va mangzini bo'shla chimdib qo'yadi. Mana bundaq chaqlarda uning hamma xafalig'i ko'tarilib ketadi va turmush uningga cheksiz go'zal, og'zidagi kampitdek tatliq bilinadi. Va shu shirin hayot uchun aroq ichib mast bo'lib, bir bulungda pukilib yetib, tong otqizadi. Mehmonlar uning qo'yini yeb, harig'ini ichib, uyini chaylab, chiniqachilarini cheqib, uni oz keldi deb uyda qo'nib, nimalar qilganligini u bilmaydi. Әтісі Qutugul o'ltirishning qandaq oxirlashganligini aytgandan keyinla hammani biladi va shundaq bo'pti deb chin ko'nglidan ishonadi va xushal bo'ladi. Hayoti baxtsizlik bilan xo'rlanayotgan bir sodda inson o'zini baxtli qilib ko'rsatishga tirishayotsa, buningga nima deguluk? Mazoq qilib kulgulukmi? yoki uning saxta baxtini tabrikligulukmi? Va yoki uningga aldanganligini aytib qo'yib, uning hayotini ko'ngilsizlik bilan to'ldirib atkilikmi? Valim, bu odamni qiynaydigan savollarga xeyli uzoq javob izladi. Oxir nomus, vijdon uni Qubaqning o'ylisiga oxirgi qitim elib kirdi. U kirganda Qubaq ayoli dasqichlab bergan dasturxon adiyallarni mijib o'ltiradi. Turduxon chiqibdi Qubaq, dedi u uzoq jim turgandan keyin. Nemishqi chiroyingni purishtirsan? Oljib qalay debdi. Qo'ygan tutqunni bilmaydi. Seningdan olgan mol-mulkni qandoq yo'qotganligini bilmaydi. Ko'rsang iching seriladi. Odam chiroyi yo'q. Sarang, dedi Qubaq kelin qalpiklarini midiriltib qo'yib. Sarang u. Sarang, dedi valim g'azabini bosolmay. Sen qanchalik nimiding? Uning toshqanning ko'zidek börtib chiqqan ko'zlari Qubaqqa tikildi. Hurpiyib turadigan burutlari ostidan g'azablik so'zlar chiqishga boshladi. Inson pul bilan emas, nomus, vijdon, insof bilan qadr-qimmat topadi. Sen uyingga mehmon kelsa, nemishqi mehmondan burun mas bo'lib qolsan? Nemishqi doim tam tuyida yotsan? Xotining vafodor bo'lsa, seni nemishqi kechich talog'i chiqarib o'tadi? O'zim chiqib ketibdiman. Meni izlab bormagan yeri qolmabdi. Qo'rqib boqqa kirolmay, mehmonlar ketgandan keyin kechich uxlamay yig'lab chiqibdi. Mana, mushu gaplarga ishongan bo'lgandan keyin sen o'zing qip-qizil sarang. Men o'gzida yotgan hammani ko'rdim. Sen ahmaq, uyingda mas bo'lib yiqilibsan. Mehmonlar uzg'andan keyin o'ylanga hekim yana kirdi. Seni hapash qilib boqqa achiqdi. Ondan keyinkisini o'zing tushunib ol. Sen Qubaq, ilonni og'ini tutadigan, alvastini mashq deydigan bir ilashman odam ekansan. Valim shuni dedi-da, qo'lini bir silkib talog'i chiqib ketdi. Qubaq o'rnidan turib, uningga g'azab bilan alaydi. Qubaq uchunmi azobli kunlar boshlandi. Uning na uyqusi, na ishtahosi qolmagan. Jahon kundan kunga qorong'ulashib ketib borgandek, bir yoshurun kuch uni bo'g'iyotgandek bilinishga boshladi. Uning ko'ngil yarasini Qutugulning yiqimliq kulkisi, erkilashlari hekimning qo'pol, lekin samimiy chaqchaqlari saqaytolmas edi.
U ko'chaga chiqsa, boshqalar uni mazaq qilishib, kusurlashayotgandek, uyga kirsa, heliqi omoq ayoli, "Men seni mana shundoq xo'rlayman, sen bu xo'rliq chidishing kerak" deyotgandek bilindi. "Qanday qilsam bo'ladi?" deb o'ylaydi u kechalari o'ngda yetib. Muni vafosizni bo'g'ib o'tib, hekimni bo'g'izlab o'tib, daryoga sakraymi? Men eng yaxshi ko'radigan odamlarim menga vafosizlik qilibsa, bu dunyoning orzuligidek nimasi qoldi? U o'rnidan turib, lampa yondirib, yenida yenik nafas elib, oppoq maydalarni ichib o'tib, xotirjam uxlayotgan Qutugulning quyuq va tom sochlarini tutdi. Sochlarini oppoq bo'yniga asta o'rdi. Tom sochlarini sirtmoq qilib, birli bo'lsa, dunyoda uni azobga soladigan ayol tugigan bo'ladi. Ondan keyinchi dunyo shuning bilan lazzatli bo'la olamdi? Yo'q, Qutugulsiz yashash Quboq uchun azoblik. Lekin nimali bo'lmasin, Qutugulni uning qo'llari titrdi. Ko'zlaridan lo'mildab yoshlar oqdi. U xuddi yig'isini birsi ko'rib qoladigandek derazaga qaradi. U derazaga qarab cho'chib ketdi. Birsi yapaloq va sat yuzini aynakka yiqib, rastilla qarab turadi. Quboq ayolining sochlarini qo'yib o'tib, taloga yugurdi. "Turdigan!" Turdigan qorong'uda ko'zdan g'oyib bo'ldi. Quboq uni qo'g'ladi. Turdigan mahalla sirtidagi qabristonlikka kelib, ko'zdan g'oyib bo'ldi. Quboq qaytib kelganda Qutugul dum yetib yig'layotdi. "Nima bo'ldi?" dedi Quboq uning yeniga kelib. "Boshqalarning gapiga kirib, meningdan gumonlanyapsiz-ku? Uningdan ko'ra meni bo'g'ib o'ltiring." Qutugul Quboqning tizlariga ko'krigi bilan tashlanib, ho'kirab yig'ildi. Quboq o'g'irlik qilib tutilib qolgan go'dakdek g'alildab titirdi va Qutugulning sochlarini silab, "Xafa bo'lma, yig'lama. Endi sening gapingga ishinaman. Hammani qilgan Turdigan ekan. U har kuni dariza maraydi ekan. Bizning uni to'nig'ashqa havshimabdi. Hozir uni qo'g'lab zaratkorlikqa berib keldim." "Aski ekansiz", dedi Qutugul Quboqning qo'llarini ittirib o'tib. "Ishingizmi sirtingizda qar ekan. Sizdiki ko'ngil qandaq ko'ngilkin tang? Turdigandek poshkalga o'rab bersa, ishtimaydigan xotinni atva bilib, menga o'xshash jannatning hurlardek xotinni xarlaydigan. Ko'nglingiz ko'targan bo'lgandikin, ashu Turdigan paskini bilan o'y tuting." Qutugul uydan salg'i teshidek etilib chiqib ketdi. Quboq keynidan qo'g'ladi, lekin yetolmadi. Yerim yo'lda tuyuqsiz chatqallar arasından bir ayolning qaqaqlab kulgani anglandi. Quboq tanidi. U Turdigan edi. "Segizxon uchib ketdi! Ha ha ha! Sarang!" dedi Quboq mushtumlarini Turdiganga tanlab. "Hammani qilgan sen sarang. Oshqa tushgan chivin, ko'ngil aynitadigan bus. Ha ha ha! Segizxon sharaqlaydi, to'qolar qaqildaydi, quyt. U yiroqlab ketdi. Endi u unini qo'yib berib yig'lamoqda. Quboq xiyol bilan uning kaynidan pichirildi. "Ko'ngil", dedi u beshini eg'itib. "Xafa qilganmi, yig'latganmi ko'ngil? Kuldirganmi ko'ngil, sarang qilganmi ko'ngil? Pah ko'ngil." Vafodor. Kecha bo'lsa yotmaydi terek boshida qarg'a, nima ancha yig'laysan vafo qilmagan yarg'a. Xalq qo'shig'i. Kiyimga tushgan dog'ni yuvib chiqarib bo'ladi ekan. Lekin ko'ngilga tushgan dog'ni hech nima bilan, hatto jasorat, iroda bilanmi o'chirib bo'lmaydi ekan. Quboq Qutugulning ko'z yoshi, g'azbi va yomonlab ketganiga qarab, muallimning so'zlarini yolg'onga chiqardi. Lekin uning endi hammali nimadan gumonlanadigan bo'lib kelayotgan yuragi yanada g'ashlik va to'ngliksiz uyda gunga edi. Hekim har qitim uchrab qolsa, uning badani tikallashib, putlari titraydi. U endi 40dan oshganda turmushining yaltiroq qatlami ostida yana bir rangdor qatlami borligini, bu qatlam saxta, yolg'on va aldamchi bo'yoqlar bilan bo'yalganligini tushunmoqda edi.
Odamlar birining əmgigini yana biri o'zining qilib bilish uchun bir-birini aldaydi ekan. Yolg'on va'dalar bilan bir-birini kelgusidagi cho'ng foydaga amaq qilib qo'yib, og'zidagi nenini tortib oldi ekan. Turduxandek zodili yolg'on aytmaydigan odamlar bo'lsa, chavi chatqal orasida axlatdak so'rilib yuridi. Quboq o'z beshiga kelgan ishlarni xuloslab, ana shundoq yakun chiqardi. Lekin uning yakuniga yanala o'zi birinchi bo'lib qarshi chiqdi. Bir mahal nafratlangan odamlarni ikkinchi bir suhbat oraliqida pak-pakiz qilib o'zi tozalab chiqdi. Bu vaqa havo tutuq, qilvidan so'q shamol urib turgan, teraklarning seriq yo'pirmoqlari tinimsiz to'kilib yer betini chumkayotgan, teraklarning ang uchidagi yaproqlarida yap-yeshil peti to'kilmay turilib, Quboqni hayron qoldirayotgan bir kash ko'zligi mahalla sirtidagi buzilgan ko'rik yanida paydo bo'ldi. Quboq alimini yerdan oladigandek g'azab bilan katman chapmoqda edi. Hekim Mikyan yeniga nochilik bilan kelayotgan xo'rozdek g'odiyib Quboqning yeniga keldi. Nima qilyapsan, peqish? U qo'pol so'radi. Ko'rik yasavatman. Quboq qiyjaydi. Uyingni-chu, xotiningni qachongacha boqaman? Hey, rapavat bilmaydigan qar qo'rsoq. O'z singlimni menga chaplab, to'kmat qilganlarning gipiga kirib, may ichidagi bo'rakdak ching yerda turayotgan balani qo'g'livatdingmi? Qo'g'ilgandikin etigini to'shqaz. Sen sat tozg'i gul yarashmaydi o'zadi. Mang yugur. Tudak degan eshak tezigini qulqinga qisib ol. Quboq og'zini mitildatdi. Gap qilolmadi. Hekim va Qutugul to'g'risida yomon gap chiqargan valimga ichidan nafratlanib, Hekim Qutugullardan gumon qilgani uchun o'zidanmi nafratlanib, oldida turgan munu odamni tongda ichilgan guldek pokiz hisobladi. Hammani qilgan valim u meni ozdirdi. Endi qanday qilay deysan? Namaqul bo'lay, Hekim aka. Ondaq bo'lsa, bugun kechki to'g'rilab Qutugulga choy qo'ysan. Ma'qul, dedi Quboq xo'shal bo'lib. U oqshimi Hekimning uyiga to'xla apirib, namaqullik chiy berdi va Qutugulni uyiga qaytarib keldi. Mana shundan keyin Quboqning yuragida kunchilikning iznasimi qolmadi. Uning turmushi yana ko'ngillik o'tishga boshladi. Chunki yolg'on so'z qilguvchilar qadrlik bo'lib qolgan yillar bo'lg'ashqa, Quboqmi o'zini yolg'on so'zlar bilan aldashga va qanoatlantirishga odatlanmoqda edi. Har haftada degudak mehmonlar kelishidi. Ular Quboqni shunchalik maqtashdiki, hech kimda yo'q sifatlar Quboqda tepiladigan bo'lib qoldi. Hatto ba'zilar sen chiroyliq bo'lib qolding deb yolg'on aytdi. Ba'zida Hekim va uning do'stlari qadah ko'tarib, "Mehmon do'st, sap ko'ngil, samimiy sodiq do'stlarning salomatligi uchun" deyishdi. Quboq bu xil maqtashlarni anglaganda bir necha romkini ortiq ichib o'tdi va hammadan burun mas bo'lib yetib qoldi. Qerishqandek attiganligi tong saharda uning hovlisida Turduxon paydo bo'lib qoldi. U Quboqning beshiga kelib masxushlarcha jo'yladi. "Hey Quboq, beg'ingga Segizxon kirdi. To'xu tuxumlaringni ap chiqib ketdi. Ha, quyt. Sarang", deydi Quboq tillash o'rniga seriq tishlarini ko'rsatib hijib. "Olsa olmamdi. Bu uy seningmi deya?" Turduxon Quboqning ko'zining ichiga qaraydi-da, yuzlarini purishtirib, "Beg'ingga o'g'ri tushdi. Endi qarchug'ingni qo'yt demayman", dedi. Quboq Turduxonning sarang bo'lib qolganiga rost ishonadi-da, ichi og'irdi. Bu kunlarda yolg'iz Quboqla emas, hamma odam Turduxonni sarangga chiqaribdi. Demisimi hozir Turduxon o'zicha so'zlab, ba'zida kulib, ba'zida naqsh aytib, etiz bog'larda yolg'iz yuriydi. U o'tir kelgan yerlarda uxlab qoladi. Ba'zida balasining qavrisiga beshini qo'yib kun bo'yi yig'laydi.
Qattiq bo'ron Turdixonni uyg'otib etdi. U muzlab, kuyishib ketgan putlarni tasti yo'tkab o'rnidan turdi. Chechig'i chaplashgan chava chatqalni qaqdi. Shu chaqdila o'zining Qubaqning quruq temig'i to'pi olgan godangda uxlab qolganini bildi. U uyg'ondida odati bo'yicha Qubaqning darizasiga qardi. Dariza lap qilib yorib, yana qorong'ulashdi. Demak, Qubaq taloqi chiqdi deb faraz qildi u. U hoylig'i kirib, qeyri so'gatning tuvida shumshiyib o'ltirdi. Bo'ron o'kiraydi. Daraxtlar chiqiraydi. Kechkuzning ochiq shamoli uni chaqmoqda. Chang to'zang axlatlarni uchirib kelib, uning yuzlariga urmoqda. Kiyimlarini tortmoqda. Muzlab, kuyishgan badaniga tikandek tirnoqlar bilan iz solmoqda. Lekin u hech nimani sezmaydi. Uning Qubaqni bir ko'rilish arzusi ichidan ko'ydirmoqda. Ashu arzu vasvasa, g'am, qayg'u, alam paydo qilib, yuragini mujmoqda. Ashu arzusi, ashu intizorlik uningga ajal elib keladigandek yuragi bilanla aytishmoqda. Uning xiyoli Qubaqda. Ko'zlari ishik tikilgan, qadinas ishik g'ich qilib echilsa, gavdilik Qubaq chapan yepinchoqlab chiqib kelsa, u kulimsirab kelib jamoliga intizor bo'lib turayotgan muni Turdixonning beshini silsa, Qubaqning yirik tunish qo'llari chachlariga tekkan hamon bayotin aram bermagan japokash yuragi sakrashdan biraqli to'xtasa yoki toshqa tekkan chini partisdak pari bo'lib ketsa, Turdixon shu chog'da dunyodan armonsiz o'tgan bo'lmasmidi? Mana uning umidlik ko'zlari shodlikdan o'ynab ketdi. Ana rostilla eshik ochildi va eshikdan ikki odam chiqdi. Turdixon zang qo'yib qardi va o'ziga yaqin kelgandila ularni to'nib jaloqlab titrab ketdi. Xo'rliq uni holidan ketkizdi. U yoqsini ching tutib, "Xudoyim" deb nola qildi. Yiliqlar bir-biriga surkilishib uyiga kirib ketgandan keyin u o'rnidan o'milab qopdi-da derazaga berib chaplashdi. Bo'ron ko'kirmoqda. Uning ojiz, xo'rlangan tenini rahimsizlik bilan talamoqda, mo'rlamoqda. Qiymi-chiymi qilib o'tish uchun nashtar urmoqda. Lekin uning butun zehni uyda. Uydan pixdigan kulka va ko'ngir-mungir suhbat anglanmoqda. "Hekimjon, aqlli, omadlik odamsiz-da. Qarang-a, chandurmasdan ikki xotinlik bo'lib oldingiz." Turdixon bu ovozni bildi. U Qutugulning ovozi. "Madaniyat inqilobi yashson! Jahon qalaymi qallasa, bizdeklarga yaxshikan. Qubaqlarmi odam ha? Cho'k solg'ishdan boshqa nima farqi bor uning? Bo'ynini tutib bergan odamni bo'zaq qilmasang, nomard bo'lsan, qo'rqma. Bizdeklarga hukumatning cho'lisi yo'q." Hekimning yirginishlik ovozini anglag'isi kelmadimi? Turdixon chochlarini o'chimlab tutib, sirtqa qarab yugurdi va yarim soatdan keyin o'stang shaqiratmasi bo'yida paydo bo'ldi. "Mening nimaga ichim ko'ysa, shuni xo'rlaydigan dunyo. Endi seni qaysi ko'zim bilan ko'ray?" Shu bo'ronliq kechasi Qubaqmi uxlay olmadi. Boshqa harg'in tanlarga orom beraligan bu azodi saroy Qubaq uchun eski tugman teshidek zerikishlik edi. Bugun atigan Qutugul qapoqlarini suzib, "Shaharga tez kiring. Heliqi mo'rlik halqini elib chiqing. O'g'lingiz 3 oylik bo'ldi." deganda Qubaq xushalliqdan yerilg'udak bo'lgan va shu kuni tushdan keyinla shaharga velosiped bilan kirib 180 qo'yga halqa setib olgan. Qorong'i tushib ketgachga saroyda qo'nib qolgan edi. U ayilini va tug'ilg'isi o'g'lini o'ylab, amdiliyam boshladi. Gurrida qora bo'ron kelib qoldi. Bo'ronda ayolim qo'rqib ketsa, o'g'lim nima bo'lar deb o'ylasila, uning peshonasidan bujildab ter chiqadi. U yerim kechada o'rnidan turdi-da, bo'ronga dumbisini qilib, mahallasiga qarab, yo'l ilg'imasdan velosiped bilan chapdi. U yo'lda yiqildi, lay to'pig'i minaldi, putlari surildi, badanlari titildi.
Lekin uning yodiga homildor ayoli va kelgusida chirig'ini yondiradigan o'g'li kelishi bilan vujudida quvvat paydo bo'ladi. Oxiri u 4 soat jonvozlik qilib, mahalla sirtidagi ko'rikka yetib keldi. O'stan tashqillab, butun atrofga suv yamrab ketgan. Velosiped tugul piyodami yurgili bo'lmaydi. U ishdan pushqoqlarini turib etib, velosipedini mo'risiga ortib, belgicha suv kechib, birdi yiqilib, birdi qopib, olg'a qarab mangdi. Bo'ron uni avar qiladi. Ba'zida suvga beshi bilan kirib ketadi. Ba'zida velosipedini yo'qotib qo'yadi. Mana, patqaqdan putini tartib edi, rezinga o'tigi patqaqda qoldi. Lekin qo'rqib chekchiyotgan ayoli va kelgusida chirig'ini yondiradigan o'g'lini o'ylasila, butun vujudida yana quvvat paydo bo'ladi. U o'milab, yalın oyoq putlarini tasti yo'tkab, rohat va xushalliq ato qiladigan uyiga qarab yana mangdi. U o'ylisiga kirdi. Ishiklari hang'irqay ochiq. O'ylida qo'y kalalari, to'xolari tamtirishib yurishadi. Qadrdon ishti bo'lsa, chiliq-chiliq suv g'alildab titrab tapsida tugilib yotadi. U uyga kirdi. Saroy qalaymaqan, o'rin ko'rpilar va o'zining kiyim-kechaklari yerga tashlangan. 2 sandig'i ochiq turadi. "O'g'ri!" deb vaqirdi u sandiqqa o'zini etib. "Qutugul, o'g'lim, sizlar nada?" Sandiq quruq. Necha yildan tujublab yurib yiqqan boyligi, anraxtlar, oltin üzük halqalar, aylining gipiga kirib bankadan elib olgan nurg'un pul hammasila yo'q edi. "Qutugul!" U asabiylarcha vaqirab, qop-qorong'u kech qo'yniga, dalg'a qarab yugurdi. Bo'ron teximi kuchaygan. Uning nolisiga javob berish uchun javob bo'lib, ishigi oldidagi qeyri sugatning ho'ylisiga qarab kerilgan cho'ng shexi g'araslab yerilib tushdi. To'xolar qaqaqlashdi. Atsi bo'ron to'xtadi. Tam to'ylari, eriq o'stanglar, g'azang, qamqoqlar bilan to'lgan. Bo'ron ketgan bilan ochiq so'q ketmagan. Yezini qish kelish oldidagi ko'ngilsizlik egallagan edi. Mahalla xalqi qilin jujaballarga yo'ginib, quloqchilarni basirib kiyib, valimning ho'ylisiga kirib chiqmoqda va shundaq oddiy savol-javoblar bilan vaqa bayon qilinmoqda edi. "Nima bo'pti uy? Nima bo'ladi? Oqshomqi bo'ron tudak sarangni uchirib suvga tiqib o'ltiribdi. Pa, mau bo'ronning yomonligini ha?" Lekin valim bo'lgan ishni tafsiliyroq qilib mundaq bayon qiladi. "Bo'ronda chiqib qarsam, suv tashqilab mahallaga yomg'ir turdi. Ko'rik ostida bir nima turib qolgan o'xshaydi deb bo'ronda timis qilib yurib suvga kirdim. Silisam qo'lim yumshoq bir nimaga urildi. Qo'ying o'xshaydi deb tartib chiqarib qarsam Turduxon ko'tirib uyga keldim. Hey bichara, dunyoga tug'ilib ko'rgan rohati nima bo'ldi? Qubaqning uyida kichikkin rohat ko'ruvdi. Biz insonlar shunimi ko'ralmidik? Tarliq qildik. Qubaqmi yamonning gipi bilan bu bicharani heydidi. Ko'ngli barkan, bichara Turduxon shahardan Qubaqni pana tartib, yana chiqqan edi, xo'rilinib qoldi. Qubaqning chiroyligi vafo qilmadi, yiqqan tukkinni elib, Qubaqni aplab-saplab shaharga yo'lga silib qechibdi. Uni yo'lga solgan akisi-da deb ta'ni qildi g'azablangan bir dehqon. Qubaq bichara bo'ronda nalarda yuriydi ekan tang? Turduxonning suvda o'lishi, Qutugulning qechishi, Qubaqning shaharga kirishi birla oqshomda bo'lgan. Buni toza bir o'ylab baqayli. Shu chaqda o'yliga hekim kirdi. U parvosiz, qing'iri yo'galgan tamakisini og'zida peqirtib, qoshlarini o'ynatib turib, "Yoshlarga yerlik qo'ltib qo'ydim, ko'mayli, valimka", dedi. "Kutayli", dedi valim qapig'ini ochmay. "Kimni? Igisini. Igisi kim? Qubaq bo'ludi-da. Nikohdan ajrashgan to'sa." Valim hekimga yalt qilib qardi-da, hukm e'lon qilayotgan sotchidek hayvatlik ovoz bilan so'zildi. "Undaqda Turduxon igi chaqisiz ekan-da, bilib qo'y. Itningmi o'lsa igisi chiqidi. Bu bir odam. Odam bo'lgandimi vafodor, oq ko'ngil, sap odam.
Nikahdan ajrashmagani uning pul, mol dunyosiga vafodor ekan. Ajrashqinichu Qubaqning ko'ngliga. Qubaqdimi birovning halol aqidasini bilgidak ko'ngil bor. Albatta, bizmi uning ko'ngli uchun qadr sanishimiz kerak-da. Valimning so'zi tugash bilan o'yliga Qubaq kirib keldi. Üstü beshi lay, yüz ko'zi lay, bir kundala ko'zlari o'ltirishgan, pushqoq yanglari turilgan, yaqinlari echilgan, yalangbosh, yalangoyoq Qubaq un-tinsiz ko'pchilikning orasiga kirib keldi. Supida, taxtushpida g'ayrib yopug'ida yotgan Turdixonning jasadiga qarab, bir hazo jim turdi-da, birdilla o'zini jasadga tashlab, buquldab yig'lab ketdi. U silkinib, shunchalik qattiq yig'ildiki, silkinganda butun gavdasi hozirli yerdan qonqib ketadigandek ko'rinadi. Hech kim Qubaqning yig'isini anglamagan va bunchalik yig'laydi deb o'ylamagan edi. Qubaqchu, uning vujudi go'yo vaylunda ko'ymoqda. Yılancha yallar uning badanini chaqmoqda. U hech qachon bugünkidek azob ko'rmagan va o'zini bugünkidek gunohkor sezmagan edi. Uning yuragidan etilib chiqqan sap yig'isi sap ko'ngil odamlarga ta'sir qildi. Ko'z va burunlarini ulab yig'luvchilar xeyli ko'paydi. Xeyli uzoq yig'idan keyin hekim Qubaqning yelkasidan tutdi. "Qop, hoy, qop deyman. Nemanchi qilsan? Sarang'i yig'ilganning o'z sarang." Qubaq yılan chiqib olgan to'paqdek o'rnidan sakrab qopdi-da, tushuniksiz bir nimalarni deb baqirib, hekimning kanidan bo'g'di. Uning hammali yeri titraydi. Hekim birdamdila ko'kirib, sarg'ayib, gildinglab qoldi. Ko'pchilik uning qo'llarini har qancha qilibmi ajirtolmadi. Qatman qo'llar nihoyat kuchli edi. Ko'pchilik ming bir taslikda hekimni ajirtib oldi. Pah, buning kuchini. İnsan şundaq narsa, qo'ydek bozak bo'ladi, kaptardek yem bo'ladi. Bozak bo'la, oxiri savr qatisi to'ladi. Bozak odam birdilla g'azablik shirga aylandi. Ya Allah, Qubaqning achchig'ini bugun ko'rdik. Yig'isini bugun ko'rdik. Uning tishiga tegib qo'ymayli juminglar. Pah. Uning shir-sipat tirnoqlardan oralli qutulgan 20 necha yil Qubaqning burnidan yetilab, har qo'yga silib kelgan hekim xuddi eyiq o'ynatquchini o'z eyig'i o'ltirib qo'ygan baxtsiz serikchidek, chiroyi vabodan o'lgan to'g'udak, qonsiz, vatildaq lavlari ushuk so'ymisining burnidek ko'kargan. Tulkining burnidek sezgiri burnidan harom qini oqqan holda behush yotadi. Qubaq hekimni qo'yib o'tib, o'qigan eyiqdek qattiq vaqirdi-da, valimga tashlandi. "Sadig'an ketay valimka, vapoga jafo qildim. Meni mu Turdixonga qo'shib ko'mib o'tinglar." 1980-yil G'ulja, 1983-yil Urumchi. Shuning bilan bu qitimliq povus o'qishimiz mush yerda oxirlashdi. Kitobmi mush yerda tugadi.